Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, aziz obunachilarim. Video chiqargan edim Neonline haqida. Darrov tanishlarimga yozib, nima qilishgan ekan? Videoni o'chirib tashlasin deb. Nimaga meni o'zimga yozishmayapti, o'zimga telefon qilishmayapti, hayronman. Men u yerda Neonline'ni asl basharasini ochganim yo'q. Men xohlayman birgalikda test qilish dedim. Kim test qilishni tushunsa, kim razbirasa qilsa, kim mana shu radar detektorni nima deb aytsam ekan sizga? Bugun qo'liga ushlab turgan inson bilan emas, albatta. Shu mutaxassis bilan test qilishni istadim men. Marhamat, hamkorlikda test qilamiz dedim. Faqat haqiqatni ko'rsatamiz. Faqat atom orqasida yuribsizlar, kaskadni, sizlar kaskad deysizlar. Lochin orqasidan yurib ko'ramiz. Который sizlar ololmaysizlar. Boshqa radarlarning orqasi bor, hali aytaman. Ulardan ham yurib ko'ramiz. Hikvision bor, misol uchun. Umuman ko'rmaydigan radarlar ham bor. Lobdan ham ko'rmaydigan radarlar bor. Surprizlar ko'p sizlarga. Tayyor turinglar. Shu uchun o'zinglarni yig'ib olinglar ozgina. Ugrajat qilmasdan, har xil gaplar gapirmasdan, maylimi? Sizlarga iltimos. O'zinglarni bosib olinglar. Ozgina band bo'lib qoldim men ishlar bilan. Yaxshi bir yangiliklar bo'lganida oilamizda. Shu uchun men video chiqara olmadim. Lekin albatta video chiqaramiz, tez kunlarda ko'rasizlar. Aynan sizlar istagan video bo'ladi. Aziz obunachilarim, Neonline bilan solishtirib beradigansizlar, solishtirib beramiz kerak bo'lsa. Xo'p, faqatgina men solishtirib berish xohlardim mana shu test qiladigan inson bilan. Ya'ni shu tushunadigan odam bilan kim test qila oladi, kim tushunadi, marhamat hamkorlikda test qilishingiz mumkin. Lekin aytib qo'yay, hamma videolarimiz fiksatsiya bo'ladi. O'zimizning kameralarimizga ham yoziladi har bittasi. Orqasidan yuramiz. Hamma radarlarni oldidan ham yuramiz. Yana shu pamexlarni albatta ko'ramiz. Diapazonni o'chirib qo'yib ham yurib ko'ramiz. Qanaqa reaksiya berar ekan sizning radar detektoringiz. Chunki signaturni bo'lgandan keyin signaturadan ko'rish kerak bu narsani. Test kunlarda men testga chiqaman. Chiqing, aloqaga pastda nomerim qoldiraman yoki Telegram nickname qoldiraman, telefon qiling. Marhamat. O'zimga chiqing, o'zimga. Men tanishlarimga emas, o'zimga chiqing, gaplasha olamiz. Ha, aytgancha, Neonline hozir oyiga juda ham ko'p sotayotgan ekan, reklamasi kuchayib ketganidan. Endi blogerlar bilan ko'p ishlaydi Neonline bilamiz. Katta blogerlar bilan ko'p ishlaydi bilamiz. Sotuv yaxshi bo'lgani bu yaxshi albatta. Chunki reklama kuchli. Qani ko'ramiz shu testimizdan keyin, hamkorlikdagi testimizdan keyin Neonline sotuv qanaqa darajada oshar ekan yoki tushar ekan. Menga juda ham qiziqishi. Kutaman, aloqaga chiqinglar.